qadim arablarda bir urf-odat bor ekan. Har qanday inson uylanishdan oldin bitta o'tirish qilib berar ekan, как osh qilamiz biza o'shanga o'xshab. Nonni ichiga go'sht solib tarqatar ekan. O'sha yig'ilgan odamlarga. Kunlardan bir kun bitta inson shu to'ydan oldin shunday o'tirish qilayotganda, qarasa odamlar ko'payib ketganmish, mehmonlar va non bormish, lekin go'shti kamayib qolganmish. Ya'ni hamma odamga yetmaydi. Va non tarqatuvchiga o'sha to'y egasi aytibdi, menga qaragin, o'sha 10 ta 15 ta hozir odam sanab beraman. O'sha odamlarga go'sht solmay qo'ya qol, ular meni eng yaqin insonlarim va ular meni yo'g'im ham bordek qilib yurishadi. Ularga solmasang ham ular indashmaydi. Ular meni yaqinim deb aytibdi, qolganlarga solib beraver deganlarga. Ichiga to'ldirib solib bergin deb sanab beribdi o'sha nechtadir odamni. Bitta inson baqirish boshlabdi. Ey xaloyiq, qaranglar, meni nonimni ichi bo'm-bo'sh. Meni nonimni bo'm-bo'sh qilib berishdi, go'sht solib berishmabdi menga, bular aldashibdi bizani deb baqiribdi, shovqin ko'taribdi. Va ana odam eng yaqinlarimgagina soldirmagandim, kim ekan bu deb qarasa, o'sha o'ziga yaqin ko'rgan insonlardan biri ekan. Keyin yugurib boribdi oldiga shoshilib. Ey do'stim, hamma xatolikni men qildim. Seni o'zimga yaqin olib, yaqinim deb o'ylaganim. Hozir noningga go'sht solib berishadi deb, borib go'sht solib beringlar shunga ham debdi va solib berishdi. Qissadan qissa shuki, begona yomondan yaxshini rolini juda ham yaxshi o'ynaydigan yaqiningizdan ehtiyot bo'ling.